har bir vazir, tarmoq va bank rahbari, viloyat, tuman hokimi o'z xodimlarini sport bilan shug'ullanish uchun o'zi namuna bo'lib, sharoitlarni kengaytirishi shart. Bunda haftada bir kunni sport kuni sifatida belgilab, o'zi namuna bo'lib, xodimlarini sportga olib chiqsin. Agar sport zali bo'lmasa, sport bazalari yoki federatsiyalar bilan shartnoma tuzsin. Kamida 4 ta sport turi bo'yicha yiliga 2 marta musobaqa tashkil qilib, g'oliblarni taqdirlasin. Ikramov bu yildan boshlab har yili vazirliklar, tarmoqlar, banklar va hokimliklar o'rtasida respublika birinchiligini o'tkazsin. Xususiy sektordagi mehnat jamoalarida ham ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Tadbirkorlar o'zini ishchi xodimlari uchun sport zali, maydonchasini qurish va jihozlash uchun sarflangan puli foyda solig'i bazasidan chekiriladi. Jalb qilingan trenerlar uchun daromad solig'i va ijtimoiy soliq 1% bo'ladi. Sportdagi ilmiy ishlar bundan keyin faqat dolzarb muammolar yechimiga qaratilib, natijasini to'g'ridan to'g'ri amaliyotga joriy qilish zarur bo'ladi. Ikramov Umarov, Muxtor Toshxodjayev 26 federatsiya rahbari sohasidagi muammolarga yechim topish uchun ilmiy ishlarga buyurtma beradi. Oliy attestatsiya komissiyasi amaliyotga bog'lanmagan ilmiy ishlarni moliyalashtirmaydi ham, qabul qilish ham rad etiladi. Endi olimlarning ilmiy ishi natija bersa, sportchilarning yutuqlari ko'paysa, xalqaro musobaqalarda medal olib kelsa, ushbu olimlarga 100 million so'mgacha mukofot beriladi. Ikkinchi yo'nalish olimpiya va paralimpiya harakatini rivojlantirish, professional sportda seleksiya tizimini takomillashtirish. Bu yildan prezident olimpiadasi doirasida musobaqalar o'tkazilgan sport turlari 2 karra ko'payadi, 21 taga yetkazamiz. Endi bu olimpiada para sport bo'yicha ham bo'ladi. Har bir tuman viloyat hokimi hududida hokim olimpiadasini tashkil qiladi. Ushbu musobaqalar g'oliblari prezident olimpiadasiga yo'llanma oladi. Olimpiya qo'mitasining hududiy bo'limi direktorlari bir vaqtning o'zida viloyat hokimlariga sport bo'yicha maslahatchi bo'ladi. Poytaxtdagi 7 ta oliy sport mahorati maktabi tugatilib, o'rniga Olimpiya shaharchasida Olimpiya terma jamoalar markazi tashkil qilinadi. Joylardagi 56 ixtisoslashgan sport maktabi ham markazning vertikaliga o'tadi. Adaptiv sport turlari bo'yicha kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish tizimi ham o'zgaradi. Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining Toshkent filiali inklyuziv sport bo'yicha tayanch oliygohga aylanadi. Endi mahallada ommaviy sport natijadorligi faqat qamrov bilan emas, balki aholining salomatlik ko'rsatishlariga ham qarab baholanadi. Quronbayev, Xudoyarov, Ikramov hokimlar bir oyda har bir viloyatdagi bittadan tumanda namunali qilib salomatlik balansini shakllantiradi. Aholi sport bilan shug'ullanadigan, sog'lom turmushga amal qilmayotgan, sog'lig'ida muammosi bo'lgan guruhlarga ajratiladi. Ikramov, Quronbayev, Mirziyeva, Sadullayev hokimlar sport bilan faol shug'ullanuvchi aholi orasida sog'lom hayot volontyorlar korpusini yangidan shakllantiradi. Ularning har biri 15-20 nafar mahalladoshini ergashtirsa, bilasizlarmi, muhit qanday o'zgaradi? Ikramov, Quronbayev, Sadullayev 1-maygacha bu tizimni qilib, har bir tumandagi eng namunali 10 tadan mahallaga bepul sport formasi va anjomlarini berishni yo'lga qo'yish kerak. Dunyoda maxsus jihoz va infratuzilma talab qilmaydigan intensiv sport mashg'ulotlari, ya'ni crossfit ommalashyapti. Crossfit degani bu nima degani? Yugurish, sakrash, egilish, turnikda tortilish kabi oddiy jismoniy mashqlarni ketma-ket bajarish. Quronbayev, Sadullayev, Ikramov hokimlar bilan 7 lik trener va sog'lom hayot volontyorlari odamlarni fitness bilan shug'ullanishga jalb qilish zarur. E'zoza Karimova, Azim Husanov, Ikramov hokimlar 1-maygacha barcha maktab va texnikumlarda crossfit bo'yicha to'garaklar tashkil qilsin. Ikramov, Quronbayev, Sadullayev kelgusi yildan crossfitni 5 tashabbus tizimiga kiritsin. Endi qaysi mahallada sport qamrovi oshib, aholining salomatligi yaxshilansa, yurak, qon tomir, diabet bilan kasallanish ko'rsatishi kamaysa, volontyorga, mahalla raisiga yil yakuni bilan 15 million so'mgacha mukofot puli beramiz. Ushbu mahallada ommaviy sportga mas'ul trenerga 200% gacha oylik ustma to'lanadi.
Sport bu faqat musobaqa emas, bu sog'lom turmush tarzi, intizom, vatanparvarlik va mamlakat nufuzini namoyon qiladigan katta kuch. Sportning har bir yo'nalishi bo'yicha alohida qaror chiqarib, mablag' va sharoitini hal qilib beryapmiz. So'nggi 9 yilda 1,5 mingdan ziyod mahallada 1774 ta zamonaviy sport maydonchasi qurib berildi. Joylarda 200 dan ziyod yirik sport inshootlari, 4 mingga yaqin xususiy sport klublari ish boshladi. Sport bilan professional tarzda shug'ullanadigan yoshlarimiz soni 2 karra oshdi. Olimpiya terma jamoalarimiz sportchilari 2 barobar, paralimpiya bo'yicha 3 barobar ko'paydi. O'tgan yili sportchilarimiz xalqaro arenalarda 452 ta oltin, 418 ta kumush, 501 ta bronza medali sohibi bo'lgani bu albatta bizga katta g'urur, iftixor bag'ishlaydi. Ularning 50 dan ortig'i jahon va Osiyo rekordini yangilagani barchamizni xursand qiladi albatta. Olimpiya sport turlari bo'yicha 26 ta federatsiyani har biriga vazirlar, respublika tashkilotlari rahbarlari boshchilik qilyapti. O'tgan yili viloyat hokimlarining joylarda olimpiya harakatini rivojlantirish bo'yicha prezident vakili etib belgiladik, qaror chiqdi. Agar Ikramov, Umarov hokimlar, 26 ta federatsiya rahbarlari, 207 ta oligoh, 15 ta olimpiya va paralimpiya markazlari, 310 ta sport maktabi, 16 ta sport internatiga borib, rahbarlari va jamoasiga chempion tayyorlash, olimpiadaga litsenziya olish bo'yicha ularga vazifa belgilab, sharoit qilib berganida, oylik maoshlarini natijaga bog'laganida hozirgi yutuqlar 5-10 karra yuqori bo'lar edi. Qaysi hokim sport maktabi 7lik va tadbirkorlarni yoniga olib, hududini sport turlariga ixtisoslashtirish bo'yicha mahallada ishni to'g'ri tashkil qilsa natija bo'layapti. Parij 2024 olimpiadasiga tayyorgarlik vaqtida 50 ga yaqin sportchimizda jarrohlik amaliyoti uchun Turkiya, Rossiya, Germaniyadan shifokor jalb etilgan. O'nlab sportchilar umurtqa pog'onasi patologiyasi, tizza va yelka bug'uni ortopedik jarrohlik amaliyotlarini xorijda o'tkazishgan. Bu faqat olimpiya terma jamoalari a'zolarining o'zi, yana qanchadan qancha futbolchi, hududiy terma jamoa a'zolari chetda davolanyapti. Sportchilarni jarohatdan tiklash va mushak holati bo'yicha tekshiruvlar ham xorijda o'tkazilyapti. Federatsiyalar sport shifokori, farmakolog va dietologlarni yuqori maosh to'lab chetdan olib kelishga majbur bo'lyapti. Andijon viloyatida sport tibbiyot markazi tashkil qilindi. Markaz 1 milliard so'mlik 15 turdagi diagnostika, fizioterapiya uskunalari bilan jihozlangan. Toshkent tibbiyot universiteti hamda Andijon, Buxoro, Samarqanddagi tibbiyot oliygohlarida sport tibbiyoti bo'yicha mutaxassis tayyorlash yo'lga qo'yildi. Endi Xudoyarovga topshiriq. Bir oyda har bir ixtisoslashgan tibbiyot markazlari rahbarlariga sport federatsiya bilan shartnoma qilish majburiyat bo'ladi. Har bir ixtisoslashgan tibbiyot markazida 5 ta 10 tadan koyka faqat sportchilar uchun band qilinadi. Sportchilar tinch bo'lish kerak. Tibbiyot ularga hamkor bo'lish kerak. Ixtisoslashgan tibbiyot markazlarida federatsiyalar bilan ishlashga mas'ul odam ajratiladi. Ushbu mas'ul har oyda terma jamoa a'zolarining sog'lig'ini diagnostika qilib, jarohat olish xavfini baholaydi. Sportchini jismoniy yuklamasini ilmiy tahlil qilib, murabbiylarga tibbiy tavsiyalar beradi. Xudoyarov, Ikramov, Sharipov yangi o'quv yilidan Toshkent tibbiyot universiteti sport dietologiyasi, fiziologiya, psixologiya bo'yicha, farmatsevtika instituti sog'lom ovqatlanish bo'yicha mutaxassis tayyorlashni boshlashi zarur. Olimpiya shaharchasidagi sport tibbiy ilmiy markazi talabalar uchun amaliyot bazasiga aylanadi. Mudofaa vazirligi o'zi tepasida turib, chetga ketgan trenerlarni qaytarib o'q otish bazasida sharoit qilgani uchun natija ko'rinyapti. Yaqinda Osiyo chempionatida o'q otuvchilarimiz 3 ta oltin, 2 ta kumush oldi. Pnevmatikadan otishda Osiyo va jahon rekordini yangiladi. Futbol, sport kurashi, velosport, yengil atletika, suzish sport turlari bo'yicha ham o'zgarishlar bo'layapti desak, bu adolatdan. Yoshlar Osiyo o'yinlarida yengil atletikada ilk bor 9 ta medal, suzishda birinchi marta medal bronza qo'lga kiritildi. Velosportchilarimiz Osiyoda kuchli uchtalikdan joy oldi. Shu yil mart oyida velosport va para velosportni trek yo'nalishida sportchilarimiz tarixiy natijaga ko'rsatib, Osiyoda birinchi o'rinni qo'lga kiritdi.
Sport kurashlarida 25 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatida oltin medalga erishdik. Shu bilan birga Jizzaxdagi 6 ta qilichbozlik bazasida shug'ullanuvchilar 100 nafarga bormaydi. O'tgan yili jahon chempionatida qilichbozlikda medal bo'lmadi. Nima uchun federatsiya rahbari Maqsud Abdusamatov, Mustafayev, Ulug'bek yoshlar orasida bu sportni ommalashtirib, bor infratuzilmani to'liq ishlatishni o'ylamaydi? Ro'ziqulov trampolin va akrobatika bo'yicha medalga harakatini qachon boshlaydi? Katta tennis bo'yicha, ot sporti bo'yicha ishlarimiz mutlaqo ko'rinmayapti Adhamil Hamid. Umuman dunyoda tennisga o'xshash padel tennis, skvosh kabi zamonaviy o'yinlar yoshlar orasida tez ommalashyapti. Ikramov, Umarov xususiy tadbirkorlarni jalb qilish orqali bunday sport turlarini tennis bilan uyg'un rivojlantirib, yoshlarga qo'shimcha sharoit yaratish bo'yicha qachon taklif beradi?